o'zingizlarni ishingizlarni holatiga qarab turib ko'rsatib sotinglar, birov ishini yomonlamanglar, iltimos. Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bir ikki kun oldin bitta mavzu bo'lib qoldi. Mebel to'g'risida bitta klientimiz zakaz qiluvdi. Zakazimiz ertasi kuni yozdida olmaydigan bo'ldik. O'zimizdan oladigan bo'ldik. Nimalardir dedi, gap so'z yo'q. deb ozgina tushuntirdik, gaplashib kelishib pulini qayta tashlab berdi, zaklab tashlavdi. Undan tashqari bu yerda bitta narsa bo'lyaptiki, boshqa joydan mebel olishibdi. Bu yerda nima mavzuda ochayotgan sababi, bizga telefon qilgan klientlarimiz bir ikkitasi Toshkentdan yoki voha taraflardan telefon qilgan klientlarimiz, sizlarning mebelinglarni ko'pchilik manaqa yomonlayapti. 4-5 ta klientdan eshitdim shu narsani o'zim. Telefon qilishi shunaqa, masalan, behijolat ishlarimizga shuni iloji bo'lsa shu magazinda bor akalarga, masalan, sotsanglar o'zingizlarning ishingizlarni maqtab sotinglar yoki o'zingizlarning ishingizlarni holatiga qarab turib ko'rsatib sotinglar, birov ishini yomonlamanglar, iltimos. Masalan, shu joyda o'yladim, klient deb turib achchig'im chiqdi ozgina. Klientni bizga ishonmaslikni anaqasida, endi bizga ishonmagan uchun boshqa shu o'zida magazinlarga borib bizni mebelimiz rasmini ko'rsatadi, mana mebelni olsak bo'ladimi deydi. Qanday qilib bizni konkurent odamimiz biz mebelimizni maqtashi mumkin? Keyin o'yladimki, u значит bizni sizni klientingizmiz, mana uni do'koniga borib sizni mebelingizni so'rovdik, manaqa yomonladi, manaqa narsa yukka material ishlatar ekan, u bu narsa dedi. Diyorda, значит u bizni klientimiz emas ekan deb o'yladim. Men shu kuni video qo'ymoqchi edim, achchig'im chiqqan. To'xta dedim, sal o'ylab ish tutaylikchi, nima bo'larkin dedim-da. Mana bugun shu qarorga keldim. Значит ular kimgadir bizni videomizni ko'rsatib, ishonmaslik uchun ko'rsatib so'rayotgan bo'lsa-ki, bizni klientimiz emas u. Raz bizni klientlarimiz ko'p, Allohga shukr, kuniga savdo qilamiz. Raz mana shular bizni klientlarimiz deya olmayman. Chunki bizni kimdandir surishtirmaydi, o'zimizdan so'raydi. Videolarimizni ko'radi, ma'qul keladi, oladi o'zini mebelini. Shunaqa gaplar, iloji boricha akalar, iltimos, mebellarimizni, o'zimiz mebelimizni maqtab sotaylik, qo'ldan kelgancha bor narsasini. Kimnidir mebelini yomonlamaylik, iltimos. Bilmaymizki, mana yomonlayotgan odamlar bilmaydi biz mebelimizni, kelib ko'rmagan, Andijonga yoki seximizga kelib ko'rmagan qanaqa mahsulot. Masalan, bizniki O'zbekistondagi u maqtab sotayotgan odam Italiyadan yoki Germaniyadan olib kelmayapti-da mebelini. Chunki nimaga bizni mebelimiz 3 million qo'ygan bo'lsa, 3 millionlik mebelimizni 5 million sotishyaptiki, maqtayapti. Bizni mebelimiz manaqa. U yerda 3 million bekarga bizda 5 million emas. Yo'q, u masalan 2 million razisa qilgan mebel biz mebelimizdan zo'r bo'lib qolmaydi. Chunki bizniki O'zbekiston bo'ylab sotamiz, talabga javob bera oladigan mebellar. Araz ular maqtayotgan mebel hech yo'q, Italiyaniki yoki Germaniyaniki bo'lish kerak, biznikini yomonlayotganlarniki. Biz 3 millionlik mebelimiz bo'lsa, xuddi shu mebelni sostoyanasidagi mebel germanskiy yoki italyanskiy bo'lsa bo'ldi, u 2000 dollar, 2500 dollar bo'lish kerak. To'g'risida, razisa shunaqa qiladi, zo'r mebel. Masalan, bizniki talabga javob beradi, cho'ntak bor. Bizdan olgan mebel Toshkentda yoki voha Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Navoiy klientlarimiz ko'p. Xorazmgacha, Nukusgacha chiqarganmiz, Allohga shukr. Lekin mana shu O'zbekistonda ichida bo'layotgan mebellar, shu bizdan olib ketib sotishyapti. Shu mebellarni sotib 2-3 million foyda qo'yadi, boshqa qiladi, lekin biz mebelimizni yomonlashyapti. Naqimlar, masalan, bizga 4-5 ta telefon qilib so'radi, uning ichida so'ramaganlar nechta? Iltimos akalar, o'zimiz mebelimizni sotayotgan mebelimizni borini maqtab turib sotaylik, birovnikini yomonlamaylik.